Yomg'ir kelyapti. Havo kelyapti. Sayrlanyapti. Boshlayapti. Bir tekis o'tib kelyapti. Kadın dostum. Kadın dostum. Başına mı oluyor? Hey.
Ege, sağ ol. Xotiralar yuragimni kuydirmasin, xayollarim sizni menga suydirmasin, ko'zlaringiz yoringizga bildirmasin, ismingizni yuragimdan olib keting. Tilagim shu yot hovlidan toshdek xoting, o'zlarim sizni menga suydirmasin, ko'zlaringiz yoringizga bildirmasin, ismingizni yuragimdan olib keting. Ismingizni yuragimdan olib keting. Xotiralar yuragimni kuydirmasin, xayollarim sizni menga suydirmasin, ko'zlaringiz yoringizga bildirmasin, ismingizni yuragimdan olib, ko'zlaringiz yoringizga bildirmasin, olib keting. Hasta ko'nglimning quvonchi kamon abri bilan aylayin dardimga parvo qilmading kulgim bilan oyning 15-i qorong'u oshiq hamisha
Qovuryapsizlar. Orada kendine bak. Reklama götürmen mi? Başlayalım. Canalarımız Diş ve tatı yaşasak baxt topkaymiz zara Yolg'onsizdan ana yig'lab yolg'on dunyomiz Divonalarimiz Divonalarimiz Sarsonalarimiz Begonalarimiz Kuylar taraladi jaranglaydi tor ikki qalb bir-biriga bo'lib intizor sog'ingan qalblarda ko'ngil mushtarak tashrif buyurgan mehmonlarga to'ylar muborak avvalambor assalomu alaykum muhtasham bo'lgan tantanalar saroyi diyor atalmish to'yxonaga murodxonaga yaxshi niyatlar ila qadam ranjida qilgan barcha aziz mehmon mezbonlarga xush kelibsizlar deymiz. Albatta bugun o'zbekimizda yaxshi kunlarga guvoh bo'ladigan, yaxshi daqiqalarni nishonlaydigan to'yxonamiz, murodxonamiz Rustamovlar oilasi uchun, Rustamovlar sulolasi uchun ochiq deya barcha mehmonlarni to'kin dasturxon atrofida farzandlarining baxtli kunlarini nishonlayotgan Farhodjon akamiz hamda Shahnozaxon opamizga to'ylar muborak bo'lsin, qadami qutlug' kuyov muborak bo'lsin deymiz. Siz aziz mehmonlarning duolari sababli tinch vatan ichida o'zlariga vatan qurib, oila atalmish muqaddas ostonaga qadam qo'yayotgan bugungi oqshomimiz qirolichasi va qirollari, ya'ni Muxlisaxon hamda bugundan boshlab umr yo'ldoshi atalgan Said Kamollarning baxt visol kechasining ilk daqiqalari. O'zbekimiz orzu havasli, ezgu niyatli, yaxshi niyat ila farzand dunyoga keltirsa, shu farzandimning kamolini yoru do'st, qavmu qarindosh quda anda bilan birgalikda nishonlay deya duo qiladi. Bugun Farhod akamiz hamda Shahnozaxon opamizning duolari mustajobki, chiroyli bo'lgan tantanalar saroyida farzandi Muxlisaxonning chiroyli baxtli kechalarini nishonlamoqdamiz. Va o'zbekimizning urf odatlaridan biri xonadonga mehmon tashrif buyursa, yosh ulug' insonlarimiz yaxshi niyat ila shunday fayzli oqshomlarimizni, to'kin dasturxonlarimizni ochib berishadi. Demak, urf odatlarimizga, an'analarimizga sodiq qolgan holda bugungi baxt visol kechasining ilk daqiqalarini yaxshi niyat ila ochib berish uchun Rustamov sulolasining kattalaridan, ya'ni Farhodjon akamizning akalaridan Ne'matjon akamizni taklif qilsakda, yaxshi niyat ila yozilgan dasturxonlarni samimiy tilaklar bilan ochib berishadi. Marhamat Ne'mat aka, sahnamiz sizga muntazir.
Bugün mana xudo xolasa sulolangizda, ukangizning xonadonida yaxshi niyat ila qutlug' qadamli mehmonlar uchun yozilgan dasturxonlarni samimiy tilaklar bilan ochib berasiz. Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin, kuyov muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Buni farqatdan to'yga kelishlar, rahmat sizlarga. Mana shu yillarda ehtiyojlarimiz baxtli bo'lsin, to'yga ulansin. Hammalaringga rahmat. Endi mana qarang, zamonni qarang. To'yxonani qarang, chiroyligini. Mana odamlarning chiroyligini qarang. Yer yuzida o'zi biz jag'alib olgan chiroyli odam yo'q aytib qo'ying. Qora bo'lsin, sariq bo'lsin, dunyoni 30 mamlakatiga borganman men. Lekin bunaqa kelishgan odamlarni ko'rmaganman. Hammalaringga omad, baxt, saodat, yoshlarimiz baxtli bo'lsin, uvali chuvali bo'lsin. Qarang zamonni. Bu kelinni dadasi G'ofir akam kecha umradan ketdilar. Bu odamlar duolari ham o'tadi. Hojlaringiz qabul bo'lsin G'ofir aka. Hamisha to'yxona bo'lsin, uylaringiz yaxshi kunlarda birga bo'ling. Rahmat. Rahmat qarsak chalib qo'ygan barcha mehmonlarga, Ne'matjon akamizga ham yana bir bor sulolasida bo'layotgan bugungi oqshom muborak bo'lsin. Bejizga taklif o'tishmadi. Albatta bugun mana chiroyli bo'lgan, muhtasham bo'lgan saroyga Allohimizning uyi Baytullohni ziyorat qilib kelgan otajonimiz ham bor ekan. Barchamizga mana shunday chiroyli ziyoratlari nasib ro'z aylasin va kirib kelayotgan muqaddas oylarimiz Ramazon oyi bilan barcha Jag'albayr xalqini va kirib kelayotgan 8-mart bilan ayollarimizni san'atkorlar nomidan chin yurakdan muborakbod etib qo'yamiz bayraminglar bilan. Va shuni e'lon qilib o'tishimiz lozim. 4-mart kuni Oqqo'rg'on tumanining madaniyat saroyida barcha Oqqo'rg'on tumanining ayollari uchun Ayol mo'jiza degan chiroyli gala konsertimiz bo'lib o'tadi. Konsertimiz chiptalari madaniyat saroyi kassalarida sotilmoqda. Barcha ayollarimizni taklif qilib qolamiz. Birozgina miyaga orom berib, dunyoni tashvishini unutib, chiroyli xorda qolasizlar degan umiddamiz va yana bir bor Muxlisaxon hamda Said Kamollarga baxt tilagan holda to'kin dasturxonlarimiz ochiq deb e'lon qilindi. Ana endi san'at ahliga nazar tashlasak-da, bugun chiroyli san'atlari bilan barcha mehmonlarning yaxshi kunlarida Vatan ona muhabbat kuylarini tarannum etib kelayotgan xushovoz xonanda, albatta siz mehmonlarning oldlaringizga ham chiroyli san'atlar bilan chiqishga tayyor bo'lib turgan Sanjarbek Inomov janoblari boshchiligida bir guruh aziz san'atkorlar tashrif buyurgan. Ana endi san'atkorlarga navbat bersakda, xonadon sohibalariga to'ylar muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, barcha mehmonlarimizga yoqimli ishlar, a'lo kayfiyatimiz. Qo'shiqlarni sizlarga Muhabbatdan topganim shu, menga faqat alam berdi. Muhabbatdan ko'rganim shu, menga faqat azob berdi. Sog'inchlarga dosh berolmay, faqat seni ko'rgim keldi. Faqat seni ko'rgim keldi. Faqat seni ko'rgim keldi. Sog'inmayman deyman, og'rinmayman deyman. Sog'inchlarga kuchim yetmay, iç etimni yeyman. Sevgisi yolg'onim o'zimni eng katta armonim o'zimni mening yuragimni yeding, bir paytlari yaxshi eding, endi mening yomonimsan. Sevgisi yolg'onim o'zimni eng katta armonim o'zimni
yuragim yonaveradi dardiga davo topolmay senlar qilgan orzular kuyib kulga aylandi qalbimdan chiqqan so'zlar qo'shiq bo'lib kuylandi bu bevafo taqdiri begonaga boylandi yongan yuragim yonaveradi dardiga davo topolmay yomg'irlar bu holimni bilmaydi men sevgan o'sha bevafo mani qadrim bilmaydi yongan yuragim yonaveradi dardiga davo topolmay yongan yuragim yonaveradi dardiga davo topolmay sevgimni sotib ketib mayliga baxtli bo'lsin yurak u deb yig'lasa mayliga baxtli bo'lsin yurak u deb yig'lasa mayli quvonchda tursin ikkimizni ayirgan qo'limiznab bo'lsin yongan yuragim yonaveradi dardiga davo topolmay osmondan yoqqan qorlar mani dardim bilmaydi osmondan yoqqan yomg'irlar bu holimni bilmaydi men sevgan o'sha bevafo mani qadrim bilmaydi Xush kayfiyat, bahoriy kayfiyat turgan holda albatta bugungi oqshomimiz qirolichasi singlimiz Muxlisaxon albatta mehmonlarimizni qo'llari bo'sh bo'lsa bir chiroyli qarsakni chalib qarsakni chiroyli chaldirib yuragan chalgan qarsaklaringiz sadosi ostida oqshomimiz qirolichasi singlimiz Muxlisaxonni kutib olamiz. Albatta singlimizga baxt tilagan holda marhamat. Qatlanadi yor yor qizni olib kuyov bo'layan otlanadi yor yor qizni olib kuyov bo'layan turing yor yor oq sut bergan onajon rozi bo'ling yor yor aytib yangalang sochim taraydi shu qizligim oynaga ma'yus qaraydi ostonasi tilloy kutar dedilar har
taqdim etgan singlimiz Muxlisaxon yana bir bor vaqt tilagan holda kuyov to'ramiz Said Kamoldan chiroyli hayot egalari, shirin nashagir farzandning ota-onalari bo'lib yurishini tilakdoshimiz va davramizda ilk tabrik so'zlarimiz. Eng avvalo davramizdan o'rin oladigan insonlarimiz bu Farhodjon akamiz hamda Shahnozaxon opamizni dunyoga keltirib, mana bugun daragidan mag'zi shirin deya nabirasining chiroyli baxt visol kechasida baxtli insonlar davrasida duolarda o'tirgan onajonlarimiz, ya'ni buvijonlarimiz, Muxlisaxon singlimizni buvijonlari, Shoiraxon onajonimiz hamda Tojixon onamizni davramizga lutfan taklif qilsayda, bugun nabiralarga atalgan dil istaklarini, izhorlarini san'atkorlar sahnasidan o'rin olgan holda istaklarni izhor qiladi degan umiddamiz. Demak, Shoiraxon onamiz hamda Tojixon onajonimiz, qayerdasizlar? Kelinglar, davramiz sizlarga muntazir. Emas so'zlarim. Boshimizga tushgan kunlar o'zga boshga tushmasin, yolg'on gapu yomonlardan Alloh o'zi asrasin. O'choq boshida entikib shirin hayot surardik. Yaratgandan o'zing emas, bizlarga baxt so'rardik. Onajonim shakar bolim, qandu asal novatim, hech o'kinma. Yoningdaman, yolg'on emas so'zlarim. Onasini hurmat qilganlar bitta yuraklardan chalib sarxam bulik maqomga ega bo'lib sog' bo'linglar. Endi to'ylik kayfiyatni ko'targan barcha mehmonlarga xush kelibsizlar deymiz. Muqaddas bo'lgan sahnamizdan o'rin olgan fayzli buvijonlarimiz. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin, nabira kuyov muborak bo'lsin. Yil o'tmasdan ilohim Allohimning karamiga chiroyli buvijonlarimizga chiroyli chevaralarni bersin Allohim. Egizak beshiklar ustida ikki buvijonimiz Hasanjon bilan Husanjonga alla aytish vaqti nasib bo'lsa aylasin. Ana endi buvijon chiroyli niyatlarni o'zlaringizdan boshlab olamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli to'yxonaga yig'ilgan aziz mehmonlar, kuyovlar, kuyovjonlar, xush kelibsizlar hammanglar. Mana bugun Shahnoza bilan Farhodjonni farzandi Muxlisaxonni, Kamoliddinni baxt nikoh kechasi ekan. Xush kelibsizlar hammanglar. Bugungi yoshga baxt tilaymiz, baxtli, saodatli bo'lsin. Ilohim qo'sha qarishsin, serfarzand, serdavlat bo'lsin. Kuyovimiz ishlarini rivojini bersin. Ota-onalar rohatlarini birga ko'rishsin ilohim. Ularga borishlik, kelishlik bo'lsin. Amin deb turganlarni ham Alloh hammasini to'ylarga yetkazsin. Yana nima ham deyman? Haj ziyoratlariga, umralariga borib, hojona bo'lishlikni, serfarzand, serdavlat bo'lishlikni, baxtli, saodatli bo'lib, soliha farzandlarni ota-onasi bo'lib yurishlikni ilohim nasib qilsin. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. 2 yosh qo'sha qarsin. Eshik to'ylarga kelishlar nasib bo'lsin. Xush kelibsizlar. Ikkalasi qo'sha qilib baxtli bo'lsin. Faqat biz baxt. Buvijonlar, to'xtanglar. Voy, shoir opa. Tojixon, kelinglar onajon, keling onajon. Keling. Voy, oynanib ketdik buvijonlarimizdan, keling. Ana endi tabrik isbot bilan deganday bir chiroyli tilxush tarona bo'ladi buvijonlarimiz uchun. Davramiz sizlarga muntazir. Buvijon kelinglar, bir o'ynab olamiz-a. To'ylar muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Buvijon davraga. Qani bo'lsa
hayotning sen bilan o'tgan o'sha damlar faqat odamga o'xshaydi odamlardan g'amlar faqat odamga o'xshaydi odamlardan g'amlar o'sha damlar barcha mehmonlar, xush kayfiyatli aziz insonlar, bugun mana shu xonadon sohibalari siz aziz mehmonlarni farzandlarining baxtli kunlarini nishonlash uchun to'kin dasturxon muhtasham bo'lgan saroyda chiroyli kunlarni nishonlamoqda. Shunday ekan, barcha tashrif buyurgan aziz insonlarimizni ovoz operatorlar sal ko'tarib beringlar. Barcha aziz mehmonlarimizni chiroyli bo'lgan saroyda albatta siz aziz mehmonlarda o'yin kulgularingiz yarashadi. Shunday ekan, siz bizni kutib, farzandlarini chiroyli kunlarini nishonlayotgan baxtli ota-onalarimiz Farhodjon akamiz hamda Shahnozaxon kelinoyimizni davramizga chorlasakda chiroyli niyatlarini bildirib, so'ngra tashrif buyurgan barcha ahli mahallani ayollarimizni tabriklardan so'ngra Dilbar taronaga taklif qilib qolamiz. Demak, Farhodjon akamiz hamda Shahnozaxon opamiz ozginagina vaqtlaringizni ayirmagan holda san'atkorlar sahnasidan ko'rinish berishlaringizni so'rab qolgan bo'laylik. Marhamat. Xizmatdagi akalarimizni iltimos qilib qo'yaylik. Farhod akamizni sahnamiz tomon chorlab qolishlaringizni. Qolsa bugun Sanjarbek Inomov janoblari boshchiligida ovoz operatorlarimiz Shavkatjon akamizga, Kamoliddin akamizga va o'z kasbona mohir ustasi yaxshi kunlaringizda chiroyli sifatli ravishda video tasmaga muhrlab beradigan Rustamjon video film xodimlari bugun e'tiborlaringiz markazida yaxshi kunlaringizni, yaxshi daqiqalaringizni, unutmas onlaringizni tarix saroylariga saqlaydigan jamoa. Demak, Farhodjon akamiz davramizda juft haloli bilan ko'rinish berishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Dono inson so'z yozadi so'zdan keyin, hofiz inson kuy yozadi kuydan keyin. Har bir banda yig'inadi farzandga deb, o'zbek yana to'y qiladi to'ydan keyin. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Qutlug' qadamli mehmonlarni har bitta uyda, har bitta xonadonda to'ylar, chaqaloqlar yig'isi va o'zbegimizning milliy sadosi karnay surnaylar sadosi aramasin. Va bugungi oqshomda albatta kutilgan daqiqa singlimiz Muxlisaxonni padari buzrukvor hamda volida muhtaramalarni sahnamizga chorlab qolamiz. Xizmatdagi akalarimizdan iltimos qilib qolgan bo'lardik. Xonadon sohibi Farhodjon akamizni sahnamiz tomon chorlab qolishlaringizni. Goho shirin o'yga to'lamiz. Sajda qilib qodir Allohga ota yuring hajga boramiz. Ona yuring hajga boramiz. Zimmangizda ro'zg'or tashvishi tugamaydi bu dunyo ishi. Har bir niyat qiladi kishi, ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Gar Ka'bani qilmasak tavob, mahshar kuni yuzib boramiz. Bu dunyoda eng katta savob, ota yuring hajga boramiz,
ona yuring, hajga boramiz. Assalomu alaykum, farhodagi kelinglar, to'ylar muborak bo'lsin, kuyov muborak bo'lsin. Bugun xonadoningizda baxtli kunlar, hamisha xonadoningiz baxtli lahzalarga limonib bo'lsin. Akajon endi yangam bilan chiroyli yetlarni qidirib qo'yinglar. Ilohim yoshlar baxtli, saodatli bo'lsin. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana bugun farzandlarimiz Iflisaxon, Saidkamaljonlarning nikohlari ekan. Sizlarga baxt tilayman. Ilohim o'sha qolsin, sen farzand sevdallar bo'lsin. Qizimizdan borgan joyda yugurib xizmat qiladiganimiz bo'lsin. Hammanglar xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Farhodagi ketxo'maysiz. Shahrozagina kelinglar, yonma-yon turinglar. Bugun to'y unutilmas oqshom. Esalagonlarga tasmaga muhrlab qo'yamiz bugungi chiroyli kunlarni. Demak, Farhod akamiz hamda Shahnozaxon kinoyimiz uchun shu taronamiz bo'ladi, davramizga taklif qilamiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Üstümüzden geçti güneş Anzana şirin gel Biz mehriban aileyiz Biz mehriban aileyiz Gelin gösterdiğine güler Biz mehriban aileyiz Biz mehriban aileyiz Gelin gösterdiğine güler
ayirmay davom etamizga. Barcha ayollarimiz o'rga taklif qilamiz. Sho'x-sho'x qo'shiqlarni birgalikda davom ettiramiz. Kayfiyatni a'lo darajaga ko'targan holda. Bo'ldi yillarjim, endi erkalatlarkim, arasingni qo'yindim, o'zing sanda yuragim. Bo'ldi yillarjim, endi erkalatlarkim, arasingni qo'yindim, o'zing sanda yuragim. Oh, mademoiselle madam, go'zal sanda hammadan, arashim san o'zimni, chimirma qo'shiq qadam. Oh, mademoiselle madam, go'zal sanda hammadan, arashim san o'zimni, chimirma qo'shiq qadam. Hey!
suyganim bilsang jonimdan o'zib aylanay. Ey qora ko'zim, qora ko'zim, yo'q demaga seni baxtli qilay o'zim. Qora ko'zim, qora ko'zim, hammadan seni jonim sevay o'zim. Ey qora ko'zim, qora ko'zim, yo'q demaga seni baxtli qilay o'zim. Qora ko'zim, qora ko'zim, hammadan seni jonim sevay o'zim. Pallada Diyor atalmış to'yxonamizning muhtasham bo'lgan o'yin maydonkasi barcha mehmonlarga muntazir. Demak, hozirgi chiqadigan insonlarimiz albatta o'z kasblarini mohir ustalari, xonadon sohibasi Shahnozaxon opamizni hamkasblari, albatta chiroyli insonlar. Albatta har bir insonning ustidagi chiroyli liboslarini dizayn sifatida tikib beradigan chevarlarimiz. Ya'ni Shahnozaxon opamizni hamkasblaridan Maftunaxon opamizni hamda Mavludaxon opalarimizni davramizga chorlasakda hamkasblar nomidan bugungi Shahnozaxon opamizni xonadonida bo'layotgan yoshlarga chiroyli niyatlarni izhor qilib qo'yishadi. Marhamat ismlari e'lon qilingan
Maftun opamiz hamda Mavludaxon opamiz sahnamizlarga muntazir. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Shahnozaxon opamizning xonadonida bo'layotgan baxt misol kechasiga niyatlarni izhor qilib qo'yamiz opalar. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun biz Shahnozaxon dugonamni, bizlarni Muxlisaxon va Said Kamollarning nikoh to'ylarini bir parchasiga yig'ilgan ekanmiz. Bu ikki yoshga hayotlari asarday shirin, asrday uzun bo'lsin. O'zlariga o'xshagan chiroyli, solih farzandlar bersin. Hayotlari o'zlariga o'xshagan chiroyli bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Shahnozaxon, sizlaringiz baxtini ko'rib, rohatda yashang. O'sha farzandlar joy, o'zlarini ko'payishib, chiroyli hayot kechirsin. Arzimagan kollektiv nomida sovg'amizni qabul qilasiz. Rahmat. Qanchalik jonli bo'lsin Shahnoz opa, hamkasblar nomidan sovg'alarni qabul qilib olasiz. Albatta, bugungi oqshomda chiroyli sovg'alar. Xotun opa, Mavlud opalar, kelganda o'yin bo'lsin opalar. Hamma o'tirib bir o'yin yarashadi. Demak, Shahnozaxon opamizning barcha hamkasblarini, hurmatli ayollarimizni, barcha mehmonlarimizni yana bir bor davraga taklif qilamiz. Albatta, hofiza singlimiz Zarinaxon tomonidan sho'x kuy taronalar ketma-ketligi davom etadi. Bitta guldiroz qarsak chiroylik, to'ylar muborak bo'lsin ey holda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Davramizda sho'x kuylar davom etadi. To'ylar muborak bo'lsin. So'raman,
Gömercimi, 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 gömercimi,
Sınıfdaşlar için aradan sağlık, arkada gelmesin. Hadi şimdi. Yetib borgan nola bo'lib qolsaydim, yana o'sha beg'ubor bola bo'lib qolsaydim. Hamma joyim loyqib, oyoqlardan toyqib, kulchalondan oyqib bola bo'lib qolsaydim. Bir sinfdosh do'stlarim ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Erkalib sürgen, otam otchilab yurgan, endi oldiga kirgan bola bo'lib qolsaydim. Hech bitmas dunyoni, kim musofir yurtdami, sinfdoshlar esdami bola bo'lib qolsaydim. Bizning dunyo kishidan ham yolg'onchi kishidan, charchadim tashvishidan bola bo'lib qolsaydim. Eng go'zalim yoshligim, sho'xligu beboshligim, qayda qalam qoshligim bola bo'lib qolsaydim. Atrofimga nazarlar sol, mahallaga borar edim, musiqani qo'yib olib. Hali hamon yaqinda qolganliging yarimda, seni jondan sevganim eng gullarga omda.
Mehmonlar ko'tarinki ravishda kayfiyatini tushmagan holda davramizni davom ettiramiz. Hozir Farhod akamizni, xonadon sohibini, sinfdosh do'stlari, Odiljon akamizni, Sherzod akalarimizni, Sanobarxon kinoylarimizni, Sohibaxon kinoylarimizni davraga taklif qilsaydi va barcha sinfdosh do'stlarni, o'zimizni chiroyli shevada aytganda qurdoshlarni davramizga chorlasaydi, bugun mana Farhod akamizning xonadonida chiroyli to'y, shu to'ylarda do'stlarning ham tabriklarini kutib qolamiz. Marhamat Farhod akamizning barcha sinfdosh do'stlari hamda qurdoshlari. Sahnamiz sizlarga muntazir, albatta sahnamizda o'ynayotgan mehmonlarimizga uzr so'ragan holda tabriklarimiz bor. So'ngra yana sho'x qo'shiqlarimiz Sanjarbek hamda Zarinaxon tomonidan dilxush taronlar davom etiladi. Marhamat! Yurgan aziz sinfdosh do'stlar hamda kinoylarimiz, qurdoshlar, xush kelibsizlar. Qani borgan akalarimiz tabriklaydigan. Kelinglar, marhamat. Doniyorjon akamizni ham davramizga taklif qilib qolamiz, albatta yaxshi niyatlar bildirish uchun. Marhamat. Assalomu alaykum akalar, kinoylar. Do'stingizning xonadonida bo'layotgan bugungi baxt misol kechasi muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Mehmonlar, do'stim. Azmiga, nikoh nazmi. Ular qo'shaqarsin yoshlar. Yaraga shu paytlar beshboqlar nasibsiz. Baxtli bo'lsin yoshlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. 2 yoshga baxt tilaymiz. Farhod bilan Shahnoz 2 yoshni baxti kamolini ko'rib yurishsin. Yanagi yillarga beshik to'ylar qilishsin. Qo'yinlar qo'shiladi. Ana shu chiroyli tilak baxtli bo'lsin. Do'stlarda istalganlariga albatta muhrlagan holda fotostudiya xodimlari ham bugun faol. Zohirjon fotostudiya xodimlarining ijodkorlari va to'yxona ma'muriyatining xodimlariga ham san'atkorlar nomidan alohida o'z minnatdorchiligini bildirgan holda Farhod akamizning barcha sinfdosh do'stlari, Farhod akamizning xonadonini hurmat qilib kelgan barcha mehmonlar uchun qo'shiqlarimiz ketma-ketlik davom etadi. To'ylar muborak bo'lsin. Sinfdoshlar, qurdoshlarni aytaymiz. Chiroylisan, oynayin, sochlaring bilan mayin. Shuncha qizlar ichida o'zing yo'qsan netayin. Chiroylisan, oynayin, sochlaring bilan mayin. Shuncha qizlar ichida o'zing yo'qsan netayin. Voy gulsara, endi menga bir qara. Voy gulsara, dilgina bo'ldi yana. Voy gulsara, endi menga bir qara. Voy gulsara, dilgina bo'ldi yana. Bo'lcharas ko'zlaringdan, oltamar so'zlaringdan, ne yigitlar havasda boqishar ko'zlaringdan. Bo'lcharas ko'zlaringdan, oltamar so'zlaringdan, ne yigitlar havasda boqishar ko'zlaringdan. Voy gulsara, endi menga bir qara. Voy gulsara, dilgina bo'ldi yana. Voy gulsara, endi menga bir qara. Voy gulsara, dilgina bo'ldi yana.
sara endi menga bir qara voy 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 gul sara dilginam bo'ldi yara voy 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 gul sara endi menga bir qara voy 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 gul sara dilginam bo'ldi yara Yaman chiroyli sana ko'zlari qara sen jonim olding o'qlana solding qalam qalam tashlaring hayotim oldi kelmaga qara sochlaring qara yomon chiroyli sana ko'zlari qara qadamini bosib dona dona keladi yolg'on tomona chalaman seni chun gitara tomona 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 qadamini bosib dona dona keladi yolg'on tomona chalaman seni chun gitara tomona tomona
Janozada kuyov muborak bo'lsin, akam bilan qo'sha qaring, mana shu farzandlar rohatini ko'ring. Endi opa narsani boshi bo'lganda yakuni ham bor, ilohim umrda yakuni bo'lmasin. Har bir inson murojaat etsin. Ona keling endi bir duo qilasiz. Charchamadingizmi? Xizmatimizdan rozimisizlar? Ilohim, to'y tashviq har bitta xonadonda bo'lsin onajon, bitta duo qilasiz, marhamat. Xo'p bo'ladi. Mana shu xonadonga kelgan hamma mehmonlar, hammalarni xush kelibsiz. Hammalariga rahmat. Yo'lab qo'sha qilsin, baxtli bo'lsin. Yanagi shu kunlarga, beshik to'ylarga kelish nasib qilsin. Hammalari sog' salomat bo'lsin. Sizlarga ham omad. Bizni yoshimizga yetib yuringlar. Amin, Alloh akbar. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin, 2 yoshga baxt saodat tilab qolamiz. Yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'lish nasib bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.